Uyghur Tadqiqat İnstitutu'nun her haftada ötküzüp kılayotgan Halkara Ziyaret ve Gün Tertip namlı programımıza hoş geldinler. Programımızın institutumuzun müdürü, şundakla Hacettepe Üniversitesi Devlet Fakültesi Tarih Bilimi Okutuvchisi doçent doktor Erkin Ekrem Muallim bilen elip barımız. 11. fevralda bu Tengritağ to'g'rida bir maqola chiqqan. Maqolada asosli bu bizim vatandagi bu Bingtuan deydi. Bingtuanninki şu yerlik hükümet bilan qo'shilish orqali vatanning vaziyatini o'ngshib tutib turayotganligini, millat ittifoqining ilgili surishda, shunaqla iqtisodiy taraqqiyotida, chegara bexatarligida rol o'ynaydigan muayyonlashtirilgan. Amaliyotda bu Bingtuan bilan bu tarmoq ichidagi yerlik hukumatni qo'shib etish burunla xili burundan tortib qilinayotgan bir siyosat edi. Biz bugünkü programımızda bu zaten nima ma'no keldi? Bingtuan bilan bu yerlik hukumatni qo'shib etishninki qandaq bir ma'nolar keldiganligini, siyosiy jihatdan bizningki bundan keyin yoki bizga bo'lgan zulm siyosatininki mushu shaklda mangdiganligimi yoki bu boshqa bir ma'no keldiganligimi yoki bizningki qog'oz yuzida faqat berilmagan milliy avtonomiya huquqininki qog'oz yuzidanmi chiqarilishini bishoratimi va yoki Bingtuanninki imtiyozini kuchlash orqali bizning qo'limizdagi zaten oz qolgan bir yerlarni Bingtuanning qo'liga o'tkazib berishmi degandek bir savollar paydo bo'ldi. Ma'lum oldi bilan bu savollarga javob berishdan burun bu siz buni Bingtuan bilan yerlik hukumatni qo'shib etishni siz qanday tushundingiz? Yani bu Bingtuan degan vaqtida bu chet tilda buni tarjim qilgan chog'da harbiy mustamlika nima hokimiyati deb tanishtirdi. Bo'lib Manchurlar vaqtidagi bu Han sulolasi vaqtidagi shunda Xitoy askarlarini ishg'ol qilgandan keyin Xitoy askarlarini ham dehqonchilik qildi hamda mutafiya qildi. Ularni hamda mustamlika kuchlar deb tercüm kılındı Garp tilinde. Şununla hazırki Bingtuan'mış aslında bir mustamlike bir hakimiyet değil mi? Şununla bunu Şarkı Türkistan'ın tarihten beri Xitay'nın ki bir zemini buluş için bunda mustamlike rayon bulması lazım. Hem de bunda alaydı bir koşunlu Xitay bo'lmagan millatlarda bundaq qo'shinlarni yerleştirmeslik lazım. Xitayning tushunchasida. Shuning bilan hamda bu rayon undan keyin Xitoyningki tarixdan beri Xitoyningki zemini bo'la oladi-da. Bo'lmasa bu Bingtuan u yerda tursa, hamda bu yer tarixdan beri Xitoyning desam qanday bo'ladi? Agar tarixdan beri bo'lgan bo'lsa, allaqachon bu yer Xitoylashib ketishi lozim. Nima uchun? Ayrımında bir Bingtuan'ı qilishga to'g'ri keldi. O'z vaqtida Manchuriyadami qilgan, uni iptaşıldı Xitoylar. Hamda Bingtuan degan bu qurilish yolg'izlar shu Sharq Turkistonda qoldi hozir. Shuningga bu mustamlika rayon deb demisunlar, undan keyin bu yerma Xitoylash bo'ldi desin deb bu yerlik hokimiyatlar Bingtuan hokimiyatini asta o'xshashlashtirib keyin ondan keyin birleştirishninki planiga kirgan dek turdi deb o'yladim men. Muallim bu Bingtuanning ahvoliga qaraydigan bo'lsak, bular haqiqatan kuchli ekan. Mustaqil bir hokimiyat rolini o'tab kelyapti. Yani Bingtuanning o'tgan yilgi bu nemiz qaraydigan bo'lsak, milliy daromadiga 400 milyar xalq puli yaqinlab qolgandan keyin bor. Ondan boshqa Bingtuan a'zolarininki her kişi başı to'g'ri qilgan milliy kirma 100 ming xalq pulini eshib ketganniki gibi. Bularga oid 8 mingdek bir sodurulniki bog'liqi. Shundaqla 12 dan ortiq shahri, 100dek bir kichik shaharni qurish va qurishning planida ekanligi degandek ham kuchlari intayin kuchli. Siz degandek amaliyotda dal Bingtuanninki mushu moyatni ichib tashlasa, bu Xitoyninki mustamlika qilingan zemin ekanligi Sharq Turkistonninki uni isbotlaydigan cho'ng bir isbot desak bo'ladi Bingtuanni. Bingtuan agar bizimki bu
bu yerda Xitoylar tayinlagan bu yerlik hukumat bilan qo'shib yotgan taqdirda, bundaqda bizga faqat berilib boqmagan bu milliy avtonomiyalik huquq xatarga kirib qolamdi. Hada qog'oz yuzida bordi, ammo amaliyotda qog'oz yuzida bo'lgan bilan uniki biz amaliy foydasini biz ko'rmadik. U ko'rgan taqdirdami biz butunlay bizning Uyg'urlarniki bir tirishchanlik bilan ba'zi ishlar vujudga chiqqan bo'ldi. Bundaqda bizim shu berilmagan, ammo qog'oz yuzidagi shu milliy avtonomiyalik huquq sizcha burundan keyin gapni anglayamaydigandek turibmiz. Siz buna qanday qaraysiz? Hem de hazırca Bintuen bevas şu merkez hükümetke karaydı. Bazı hüccet düşken vaxtıda Bintuen ve otonom rayon depmanda ataydı. Eğer de Xitay bu Bintuen bile bu Urumçi hükümetini birleştirvetken takdirde bu vaxtıda Xitay Şarkı Türkistan'ı tekimi bir ülke dek görüşke başlaydı dep oylama. Hem bu nüfusunun köplüğünün Xitay bulduğanlığı hem de bu işlep çıkarış güçler hemisi Xitay'nın koluda buluşu hem de hazır hedef Xitay'nınki örf adetlerini ve hurabi bozma dini itikadınınki o kaydılarını milli bayramlarını hemisini Türkistanlıklar tinvadıdı. Bu Bintuen yerleşik hayatlarga başka rayonlarga aralışıp gelse, ebeki digen kaydılarını, şu örf adetlerini hemisini Şarkı Türkistan'ın töt bulunga yaydıgan gep. Hükümet mi bir tarafta tıl cetti mi goyu dep, devlet tılı ügünümüz dep zorlavatıdı. Bu aslında Xitaylarning ichida hamda buni Putunhua deb ataydi. Ama Şarkı Türkistan'da da Goyu deb ataydı. Bu bir maqsadlik bir ifade hamda. Yani sen Xitay Xalq Cumhuriyeti'ninki grajdanı şununla bu devlet tilini ügünse deb. Ayada Xitayca ügünse deganni yuşagan gapda. Şununla onunla yaxshi bir isim koyduk deb bu Goyu deb koyup alganda. Onundan başka bu iqtisatqa qaraydigan bolsak, misalga Xitayda her yıl 2000 baylarını da saylatdı, yaqinqi yıllarda pek sayılmadan olib qaldı. Bu 2000 baylarının içinde bir ondan jiq Şarkı Türkistanlık baylar var. Ama birisi mi Uygur emas, birisi mi Kazak emas, birisi mi Şive Mongol emas. Hemsi Xitay, birisi Tungan oldu. Demek ki iktisat güçmü bularınki koluda, yani Xitay'nın koluda diyen gap, şahsi bozma. Devletinin gücü bile o nime Şarkı Türkistan'ın iktisadı bularının koluda zaten. Şununla bu siyasi iktisadı, onunkinkin bu yaşam, örf adet, turmuş hem nime üstünlük bu Xitay'nın koluda bolğandan keyin, Xitaylarda bolğandan keyin, Şarkı Türkistanlıklar bu Xitayga erip ketişinki xavfime payda buludu. Çünkü nüfus köplüğünden bu buludu hem de. Eğer de bu toy kılıklıkla o bu kan mı birbirisi aralışıp ketkendan keyin hem de Şarkı Türkistan milletini yoktalaydigan yoki assimila kılalaydigan bir nimege bir ahvalga tushib qolish mumkin. Xitay'nınki maksatı bekli iniq, yani Şarkı Türkistanlıklarını Xitaylaştırış. Şarkı Türkistan degan zeminni Xitay'nınki tarihten beri Xitay'nın zemini alıp ekiliş. Bunu kılalışı için ebeki siyasetini yürgüzüş lazım. Bintwen'ninki ayrım bir kuruluş bolup kalışından şu Şarkı Türkistan'ın esası bir kuruluşuga aylanışı, aylandırışı ve Şarkı Türkistan'a ebeydigen siyasi iktisadı ve başka sahalarda üstünlük qoğdun qilishi hazırki Şarkı Türkistan'ın esas terkibini siyasi, demografik yani bu nüfus tempunluğu, medeniyet, kültür, örf adet, dini itiqat hemmisini özgertelaydigan bir ahval payda buludu deb o'ylayman. Oğlum amaliyotda bu yerlik hukumat bilan bu Bintvenni qo'shib o'tish demakki Xitoy ma'lum bir siyosat nishoniga yetib bo'ldi.
Yetib bo'lgandan keyin darhol siz degandek bu Bingtonni qo'shib o'tish orqali ishni yana bir qadam olg'a surib, butunlay mustamlakachilik izlarini, siyosatlarini, bizga qolgan ta'sirini yo'qotishni ko'zga kirdi desak bo'ladimi? Bu burun bu Bintvanlarning bir vazifasi shu chegara rayonni qo'g'dab qilish, qo'g'dash deydigan bir vazifa bor. Ikkinchisi ishlab chiqarish. Hozir hamda Sharq Turkistonning qo'g'daydigan harbiylar bor. Ondan keyin qurolli saqchilar bor. Ondan keyin alayda qo'shinlar bor. Bular qo'g'dashga yetidi. Onundan boshqa hozirgi bir jang bo'lib qolsa, hozirgi davrda bir jang bo'lib qolsa, bu Bintvanninki bu tuzumi bilan qo'lidagi ashunchalik bir nagam bilan veya texnologiyasi biroz keyinda qolgan bir qurollar bilan bu jangga kiramaydi. Baribir buningga ta'lim tarbiya olgan ustunlik bilan jang qila oladigan harbiylarga ehtiyoj bor Xitoyni. Ya'ni Bintvanninki bu adamlarga bakma ehtiyoj yo'q bo'lib mutafiya masalasida. O'z vaqtida Hindiston bilan jang qilgan chog'da bu Bintvanning odamlari bora oladi, ya'ni qatnasha oladi. Ammo hozir Hindiston bilan bir jang bo'lib qolsa, bularning kuchi yetmaydi. Shuningga bularninki chegara rayonni mudofaa qilishninki rolimi tugdi. Ammo ishlab chiqarish kuchini hozirgacha davom qilyotdi. Shuningga bu Xitoy bu 70 necha yildan keyin hozirgi taraqqiyotga qarab o'zgartishga tirishyotidi deb o'ylasak bo'ladi. Oğlum emeliyetten bu Bingtön'denki izchil Xitoy hokimiyatiniki Sharq Turkistondagi siyosetini yurgizishda eng önemli rol o'ynab kelganligini hammamiz ko'p qismimiz bilamiz. Assimilyatsiyadan tutayli yoki iqtisodiy sömürge yoki kontrol va yoki bizimki Uyg'ur dehqonlariniki yerlarini, munbat yerlarini tortib olish. Qısqası bütün imkanlar şu Bingtön'den qo'lga o'tib, Bingtönma irqiy qirg'inchilikdan nihoyat zo'r rol o'ynagan bir qurilma yoki kuch desak bo'ldi. Unisi biraz burun nihoyat muhim bir gapni qildingiz. Ya'ni madam sen bu Sharq Turkiston yoki Şinjan azaldan seniki bir qisming zemining edi. Ama nimishqa sen Bingtöndan iborat bir mustamlaka kuchini yo'q qo'ysa, mantiqiy jihatdan bir-biriga zid bir narsa. Agar haqiqatan sen zemining olmasa mustamlaka kuch, ya'ni Bingtönni qo'yishning unda hech qanday keragi yo'qdi. Demek seninki yering bo'lmaganligi uchun mushtaq bir kuchni havoga qo'yishga majbur bo'lding yoki muvofiq deb qarading. Amaliyotda dal mushu nuqtadan biz vatandagi siyosatlarni Bingtönninki bizga qilgan ziyonkashliklarini bilamiz deb o'ylayman. Shunaqa sharoitda agar Sharq Turkiston zemininiki mustamlaka qilingan bir zemin ekanligini isbotlashda tarixiy faktlar bilan shu Bingtönni qilgan etganlarini, mohiyatini, xarakterini va bizningki irqiy qirg'inchilik rolini isbotlab ilmiy faktlar bilan yoki ilmiy usullar bilan qilsak, sizcha bizning da'voga foydasi bormi? Muhakkak, çünkü bir rayonni işgal qilib, ondan keyin o'zini odamlarini evitib va u rayonni ham o'z-o'zini avatgan askarlar o'z-o'zini boqsin deb ishlab chiqarishni vazifa berib, vaqtida markaz hukumat az pul to'laydi, jiq pul to'lamaydi vaqtida. Hamda bu rayonni rayonning muqimligini qo'g'dash va yoki chegara rayonda dushmanlarga qarshi bu jang qilish degan vazifama bor. Agarda sening rayoning bo'lsa, bundaq ayrim nimalarni qilishning hojati yo'qdi. Misoliga bu Xan sulolasi kelgan chog'dama besib olgan chog'da miloddan avval 60 yil vaqtida besib olgan vaqtida Sharq Turkistonda bunda qarakollarni qurgan, hokimiyat qurgan. Bu hokimiyatninki odamlarimi shu vaqtida tirikchilik qiladi hamda mutafiya qiladi. Ammo qilmagan eskilikleri qolmag'achqa Sharq Turkistonliklar bularni qo'g'lab chiqarayotgan vaqtida Sharq Turkistonda yani nurg'un davlatlar bor vaqtida. Har shehir davlat deymiz-ku, har bir shehir va atrofi bir davlatdek. Ammo Tang sulolasidami qilib boqqan, ammo uzun davom qilmadi. Xan sulolasi, Tang sulolasida nurg'un Xitoylarni avatgan bo'lsa-mu, bu Xitoylar tarixda na ketdi. Chunki 49-yilda kelgan chog'da yoki 47-yilda
general Zhang Zhizhong'unki hatırasında yazılı. Yani Xitay tüm nüfusunun %5 hem de %5 bile %95'ini başvuruş bunun haklık bulmaganlığını mı general Zhang Zhizhong deydi ona. Mançurlar vaktideki bu müstemlike siyaseti yani Bingtuan siyaseti Uygurlarla yoki Şark Türkistanlıklarla toprak su talaşmay hemen şu Kona şehrininki yıkını kala bir şehrini kurup tarihte bazen buna Mançur şehir de koydu, bazen Xitay şehri de koydu. Kıgan ama Mao nime komünist Xitayla kelgen çağda bu şehirde yani yerlik halkının yaşatkan şehirinin jirakrak yerde kuraylı. Uruççiden çıkıp kalmışsın, çiğnip kalmışsın. Yani dünyaya ton mında hakını işgal kılıp hem de boza kılıp etipti demişsin de. Dikkat kılgantı şu vaxtıda. Misalga Xitay generali Wang Jing'nin ki Şark Türkistan'da naiti zalim bir şekilde başvuru atkan vaxtıda Mao Wang Jing'ni tenkit kılgan. Hem de merkezge eketken sen bu işini kılamaydı kense de. Hem de asanlık milletler kanunu deydiğen bir nersi var. Asanlık milletlerge bir imtiyaz biriş deydiğen ahval var. Şununla bu 80'li yıllar yani 90'lı yılının beşiğice Xitayda, Şark Türkistan'da asanlık milletinin hakkı var deyip Xitayga diyeylisen Xitay biraz tatınattı. Hazır katliyen tatınmaydı çünkü o Şark Türkistan'ı tamamen kontrol kılıp algandan keyin o asanlık millet kanunu degen asanlık milletinin hakkı degen näsimi kalmadı. Şununla hazır Şark Türkistan'da şu Bingtuan'ınki nüfusuyla birleştirip etken takdirde tekimi demeydigan oldu. Yani asanlık millet. Gerçi Şark Türkistan'da Xitayla asanlık milletti ama bagan seri hem de köp milletke aylanmadıdı. Şununla bu xil siyaseti bile Şark Türkistan'da burun yerli halkı bile toprak talaşkan, su talaşkan, bu terikçilik yerlerini talaşkan, hatta bazalarını talaşkan ehvallar var. Bu ehvallar hem de tüygen buludu da. Çünkü bu talaş tartışma bir cidel çıkışınınki bir sebebi buludu. Bu sebepni mi kaldırgan buludu. Yani Uygurlar Xitayning qo'lida tamamen bir quldek ishlaydigan yoki bu nurg'un davlatlardagi indianliklardek sanga ölmeydigan derecede ölüp kalmaydigan derecede bir yardım kılıdı. Ondan keyin seni bizanga tashlab berdi. Sen şu haklarga usul tans oynaysan, azroq pul topsa, ondan keyin başka bir nime yok. İddialar yok. Misal kelgüsünde mandak bolumuz, millet, vatan, bizninki ecdattan kaldırıp koygan miraslar deydigan oylar, düşünceler kalmaydı. Buni mı Xitay bir taraftan yo'qotyapti bizning tarixiy kültürü. Yazgan bolsa misalga Xitayning Şark Türkistan'da mevcudiyeti bo'lganligini ve Xitayning bütün faaliyetlerini Xitayla ilip bağganlığını. Burama misal bergendim, Liu Zhixuan'ınki bir Uygur tarihide 3 tom kitap var. O kitapni qaraydigan bo'lsang, Uygur tarihi deydi, u yerda Uygurlar %10%, 15%. Qolgan hammasi Xitay. Yani Uygur tarihi deydi, hammasi Xitay faaliyet. Xitaylar siyasi, iqtisadi, ticari, ma'rif ve degan bu örf odat degandek ashuna meseleler bilan shug'ullanib xuddi Şark Türkistan Xitoy bilan to'shab ketgandek Uyg'urlar bechara boshqa Xitoylar ancha muncha ko'ngil bo'lib qo'ygandek ashundaq bir tarixiy iz berdi. O tarixini o'qigan Uyg'urlarmi o'zining ajdodini bilmagandan keyin o'zining tarixini bilmaganligi ashuna ishindi. Ondan keyin din degan yomon narsa, eski narsa, milletçilik degani manda eski, yani Pantürkizm, Pan-İslamizm deb
menfi bir hukumni, bu hukumni yaman ko'rsatib turib, sening bu hukumdan qochadigan bo'lib, shuna holiga ekib qo'yib, çaresiz bir cemiyet, çaresiz bir millet haliga tashlab qo'ymoqchi. Xitoycha bilmasam, poni bilmasam, seni arısıga olmaydi. Hazır belki ilayotgan bilan kelgusida Türkistanni tamamen kontrol qilib olgandan keyin ilishini kerak qolmaydi. Xitoy og'zini ochadi, chantu deydi. Yani bular 4 kalva kalısı işlemaydi degan gap endi. Bu nima? Manchularning oxirgi davri, ya'ni Kuomintangning vaqtlari ya da Shinshisayning vaqtidan e'tiboran shu ma'no kirib bo'lgan. Bo'libmi Yang Zemishinninki xotirotlarida bularni ko'ngil bo'ldi bu ismga aniqlashib bergan chog'da Turkistonliklarni 4 deb ko'rgan. Yani yig'ib kelgan chog'da bizni kültürü, tarihi, medeniyeti, felsefesi, düşünce, iş nimsi bo'lmagan, Xitoysiz yaşamaydigan bir cemiyetga aylantirmoqchi. Yani bir milletga emas. Shunga dikkat qiladigan bo'lsak, misolga Turkiyadagi Xitoy elchixonadagilar Uyg'urlar haqida bir gapni degan chog'da Uygur etnik grubu deb ataydi. Yani Uygur milleti demaydi. Yani qaysi etnik grubununki terkibi biz? Yani Cumhuriyet milletinin. Cumhuriyet milleti bir millet ama Uygur Cumhuriyet milletininki bir etnik grubu. Yani hazırdan başlap bularni başlavatıdı. Erdoğan'ınki nişanımız şu emdi. Bunlarni ko'rgandan keyin, bu xavflarni ko'rgandan keyin, Xitoyning nemish qilmoqchi bo'lganligini ko'rgandan keyin, tabiiyki da'vo qilayotgan tashkilotlar yoki shaxsiyatlar bunga qarab chora-tadbirlarni veya taktik strategiyalarni bu o'tirib qo'yish va qarshi chiqish lozim. Agarda Xitoyningki bugünkü niyetini ko'rib, kelgusindagi maqsadini ko'ramasak, o zaman bu küreş qilish aciz qolgan gap yoki kurasholmaydigan holga tushib qolish mumkin. Hozirgi biz ko'rayotgan shu natija amaliyotda burun qilgan Xitoylarniki siyosatlari, ya'ni sababi. Hozir biz bir ish qilmasak, yoki hozir Xitoylar qilayotgan ishlari balkim 20 yildan keyin bir ishning natijasi bo'lishi mumkin. Ozroq o'ylasak, uni tagiga yetalaymiz. Biraz bir muhim bir gapni qildingiz, ya'ni Xitoylar o'zininki kallasida bir endizin yaratib, shu bo'yicha yashashsa degan narsani uzun bir qilyotidi. Ya'ni bizning kim ekanligimizni biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan Sharq Turkistonlik bo'lish sifatimiz bilan o'zimiz shakllantirmay, Xitoylar shakllantirdi. Unda bo'lgandan keyin bizga bir kiyimni tikib berdi. Sen mushu kiyimni kiysa, mushu kiyimni kiyib rulingni o'tsang bo'ldi. Bu nima degan gap desanglar, bu Michel Foucault'ninki nazariyasi uchun ilib chiqqan vaqtida bundan munosabatda biz Xitoy bilan bo'lgan munosabatda bu yerda inson bo'lish sifatimiz bilan emas, faqat ularning ishga yaraydigan bir vosita yoki qurol sifatida ko'rilamiz. Ya'ni qandaq biz sirtqi tashqi dunyoda o'simlik, yog'och ularni bir modda deb qaragan bo'lsak, bizning ishimizga yaraydigan bir narsa deb qaragan bo'lsak, o'xshashla Xitoy bilan munosabatda Uyg'urlar bir kuch yoki bir inson sifatida emas, aktiv bir inson sifatida emas, balki Xitoylarning nazarida tamoman foydalanishga tegishli yoki bir qurol sifatida aylangan bir obyektga aylanib qolamiz. Bu Türkçe nesnelleştirmek deydi, yani bir obyektga aylanib qolamiz. Yani Xitoy o'zini siyosati uchun bizni faqat ishga o'rinda qurol sifatida ishlatib, miniver degan gap. Undan bizning ne bu yerda insonni qadr qimmatimiz qolmaydi. Ne bizningki burungi tarix o'tmishimiz qolmaydi. Ne bizningki nihoyatda parlaq madaniyat yaratgan shalloq iznalarimiz qolmaydi. Yani demek şu bizga oid hech bir narsa qolmaydi, faqat biz ular nimsa shuni aylanib qolgan bir aylanib qolamiz. Belki putlaşıdığan nersike bularni karşı putlaşmaslık için hımma yoktu yetişme mümkün yani. Belki fizyoloji cetten, beden cetten, fiziki cetten biz yaşayımız belki. Ama belki degen alaytlıklarının hiçbiri kalmaydı. Aşna bir ahvalga çıkılış var. Tarihte Xitay nurgun şu
o'ziga o'xshamaydigan millatlarni xitoylashtirgan. Bo'libmi misoliga bugungi Janubiy Xitoy deymizku. Janubiy Xitoydagilarninki %90 Xitoy emasdi. Arlap kelib qolgan Xitoylar bor, ammo umumiy jihatda bular bir Xitoy emas. Ama şu tarixninki jarayonning ichida asta-asta bu yana xitoylashtirib bo'ldi. Bu bizim hozir deyotgan Qinghai, Gansu, Ningxia degan yerlar Xitoyninki yeri emasdi. Ammo bu yerlar Xitoylashdi va xitoylashyapti. Hamda navbat shu Tibet, Mo'g'uliston va Sharq Turkistonga kelyapti. Bununla dikkat qilmagan taqdirda şu Janubiy Xitoydek abaqa degan Qinghai, Ningxia, Gansudek xitoylashgandek boshqa yerlarga xitoylashib ketishining ehtimoli bor. Shunga bu 1980'larninki o'ttirlarda Tayvanninki bir yozuvchi ham tarixchi Ouyang degan bir odam bordi. O bir kitap yozgan. Yani Sət Xitaylar deb tərcüm qılımızmı? Çoğuludu Cumhur'un deb. Aşınınki birinci bölümünde Xitay medeniyeti, Xitay ilmi, Xitay felsefesi, xuda Xitay'nınki işletivatkan Jiang Yudek. Soya fasulye, soya sos. Kim aşınınka teyip qalsa, aşında boyulup gididu deb. Yamanı bile, yaxşısı bile, hemisi aşında boyulup gididu deydi. Yani tarihte nurgun millet aşı Xitayga boyulup ketipla özünü yo'qotib o'tgan ahvollar Xitoy tarixinde yamanchiq. Bularninki misollarni yaxshi bilish lozim, bo'lmasa yo'qolib ketgan taqdirda qanday yo'qolib ketganligini bilmay qolsa bo'lmaydi. Inson bo'lgandan keyin qanday yo'qolib ketishini inson yaxshi bilish lozim. Yani dinga ishonganlar dunyoga berib bunun cevabını beradigan ahvol bor. Dinga belki ba'zi Uyg'urlar ishonmaydi, shunday bo'lsa ishonganlar uchun deyapman-da. Baribir dunyo bo'lmasa kelgusindagi tarixmi yozilgan chog'da bu Uyg'urlar hechni bilmaylar. Tang so'ynab, ye desa ye, ich desa ich. Shuning bilan yashaplar o'zini yo'qotib qo'yibdi deb tarixchilar bunda bir narsani yozib qo'ydi-da. Shuningga seninki Xitoyga qarshi g'alib qozonamamsa o başka bir mesele, ama sen eğer qarshi chiqmasang hem tarix seni aşında aciz de bir millet yazıdı, hem de dünyada senin bu pasif halini to'g'ri deb ko'rmaydi deb o'ylayman. Şu malum biz devamlı programımızda vaktimiz şu işgaliyet jarayonida qanday bo'lmasin şu Xitoy elbette to'liq kontrol qilolmadi. Qilolmagan fursatdan foydalanib, elbette bir qism bu angliq Uyg'urlarimiz, ziyolilarimiz, nurg'un kishilarimiz qo'ldan kelishicha, imkoniyatdan boricha millatni saqlab qolish uchun, millatga foydali ishlarni qilish uchun nurg'un asarlarni ro'yobga chiqardi deb o'ylayman. Bu amaliyotda bizga umid bag'ishlaydigan narsa. Şu vatanimizda tunilgan bir ziyolining bir gapi bor. Vatanga qanday obrazliq o'xshaydi molda. Nima desangiz, bizni palto tushkichi armab, kütek armabdi deb bir gap bor. Ya'ni Xitoyning paltoga o'xshatsak, shu palto biz kütek yani. Tushib bo'lguncha shu oraliqda Uyg'urlar bir ishlarni qilib oldi endi. Yani her zaman tushidi u palto. Cho'qim chopudi. Cho'qim chopudi. Shu oraliqda yani shu qisqa bir vaqtda, shu xatarlik bir paytda bir ishlarni vujudga chiqargan xil Uyg'urlarga ularni unutib qolmaslik kerak ki bizim nefesimiz bo'lganlik uchun siz degandek e'tiqodimiz yoki burun nurg'un ishlar qilib boqqan bir millat sifatimizdan shu shundoq bir qorong'ulik qaplash, butun yana qaplab ketishdan oldida yoki shu qorong'u tumanni ko'rayotgan shunaqa bir paytda shu ishlarni cho'qim bir ishlarni qila olamiz, ozroq qo'shilma yoki deb o'ylayman. Afsuski siz degan shu yaratquchi Uyg'urlarning ko'pi ya vafot bo'lib ketdi ya da lagerda ya da turmada. Xitoy onun oldini olish uchun bularni qattiq qilyotdi. Ammo tashkilotlar hozirgacha bir
çoğun kampanya kılmayıvatıdı. Yani bu sulangan bütün Uygurlarını koyutuş için Uygurlar tırış lazım teşkilatlar bu cihetten yani dünyanın ki her taraftan buna hareketke siliş ve ulanı kutkuzuş için tırışmak lazım çünkü ular bizim milletimizin ki cevheri ve milletimizin ki kaymak tabakası. Ula bo'lmasa millet asan yok olup gidiyordu. Bir milletinin ki serhilleri yok olup ketken vaqtida o milletinin yok oluşu biraz asanga to'xtaydi. Xitoy bularni bilgachga ki bunu bir necha yuz yil avval Kumzurjunmu teppagachga qandaq joylash bir milletni qanday yo'qotib joylashini. Bunga Xitoy bilib qilyotidi ama Uyg'urlarma bilib qarshi chiqargan taqdirda o'zini qo'g'day Olmasa milletinin mevcudiyeti biraz xavf ostiga tushib qoladi. Malum programımızı bunda bir so'zla oxirlashtirsak, programımızın temisi Bington bo'lganligi uchun bu Bingtonninki Xitoycha gap qilib o'ylab qolmanglar, faqat Bington desak texim yaxshi tushunamiz deb tarjima qilishni muvofiq ko'rmadim. Bingtonninki qo'lda nurg'un paxtazorliklar bor, pomidor ishlab chiqaradigan, pomidor qiyam ishlab chiqargan zavodlar bor. U yerda ishlatilgan mahsulotlar bu xalqarada majburiy emgak tuzum ostida ishlab chiqarilgan mahsulot deb tizimlikka kirib, hatto Bingtonning ba'zi shirkatlari, hatto Bingtonning o'ziga bir embargo qo'ydigan qarorlar chiqqan deb bilamiz. Chunki dunyoda ishlatilayotgan paxtaninki 20% bizning vatanimizdan chiqilganligi unumi bilamiz. Yani bu to'g'risida mayli Adana, Zenit bo'lmasin va boshqa tadqiqotchilar bu vaqtda ko'p tadqiqotlarni elib bordi. Bington haqidagi bu qulluq yoki majburiy emgakka munosabatli. Dal shu nuqtadan cho'qim bizning chet eldagi Amerikadagi yoki Yevropadagi Turkiyalik tashkilotlar ozroq bo'lsinmi Bingtonni ayblaydigan yoki bir embargo qilgan yoki texmi bir kuchli jazolarni yo'l qo'yadigan ba'zi ishlar qo'ldan kelishi mumkin deb o'ylayman. Siz endi bir yuvuq bormi yo'qmi? Ama hazır yalnızla pomidor emas, paxta deymiz, hazır muş deymiz, hazır muşlama Amerika'da bazı g'arb devletlarda cheklash mahsulotiga aylandı. Yani bu xalqarada bundaq bir muhit varken bundan foydalanish lazım. Yani bu kulluk sistemi bilan ishlab chiqargan nimalar bu mahsulotlar ve Sharq Turkistonning zeminini sömürdü, halkını sömürdü, qinini iliklerini sömürüp Xitoyni boy qildigan bir nima uslublar, ishlab chiqarish uslublar. Onundan başka tabii başka boyliqlar bor. Misolga neft deymiz, tabiiy gaz deymiz, kömür deymiz, kömür deymiz, altın deymiz, kumush deymiz. Mushlarninki nurg'uni, ya'ni %20%dan %40% ham moddalar Sharq Turkistondan ilib chiqyotidi. Shuningga bularnimi abaqa degan paxta, pomidor yoki pomidor qiymi va shundaqla mush qiymi degandek mushlarga o'xshash qolgan mahsulotlarni bularnimi o'ttirib chiqarish lozim. Bumi intuan sömürge yoki mustamlika hokimiyati ostidagi bir ishlab chiqargan bir mahsulotlar. Bularni bundaq ko'rish lozim. Ezgi ko'rmanlar bizim bugünkü programımızda Bington bilan yerlik hukumatning qo'shib o'tilishininki nima ma'no qilganligini, bizga bo'lgan ta'sirini shundaqla Bingtonga qarshi nima ishlarni qila oladiganligimizni va shundaqla Bingtonninki Sharq Turkistondagi osmona saqlanish yoki irqiy qirg'inchilik rolini ustida to'xtab o'tgan bo'ldik. Muallim sizga ko'p rahmat. Men rahmat aytaman.